Bugun biz oddiy futbol o'yini haqida gaplashmaymiz. Bugun biz futbol tarixidagi eng sirli fenomen haqida gaplashamiz. Nega ayrim jamoalar kuchli bo'lsa ham yutqazadi, lekin boshqa bir jamoa har safar eng qiyin vaziyatda ham g'alaba qozonadi? Gap Yevropa Chempionlar Ligasi haqida ketganda, bir nom doim boshqalardan ajralib turadi. Bu jamoa ko'p marta yutgan, ko'p marta dramatik qaytishlar qilgan, hatto mag'lubiyatga yaqin turgan paytda ham g'alabani tortib olgan. Ba'zi o'yinlarda ular oxirgi daqiqalarda gol uradi. Ba'zi o'yinlarda esa deyarli imkoniyatsiz vaziyatdan chiqib ketadi. Va eng qizig'i, bu holat birinchi marta emas. Bu birinchi marta sodir bo'lmayapti. Bu ikkinchi marta ham emas. Bu yillar davomida takrorlanib kelayotgan an'ana. Shu sababli futbol muxlislari bitta savolni ko'p beradi. Nega aynan shu jamoa Chempionlar Ligasida boshqalardan farq qiladi? Bu omadmi? Bu tajribami? Yoki bu butunlay boshqa narsa, mentalitetmi? Bugungi videoda biz aynan shu savollarga javob izlaymiz. Faktlar, statistika va tarixiy o'yinlar orqali bu sirni ochishga harakat qilamiz. Demak, boshladik. Endi faktlarga o'tamiz. Birinchi fakt, bu jamoa Yevropa Chempionlar Ligasi tarixida eng ko'p g'alaba qozongan klub hisoblanadi. Ular bu musobaqani 14 martadan ortiq yutgan. Bu natija boshqa hech bir jamoada yo'q. Ikkinchi fakt, ular finalga chiqqan o'yinlarning aksariyatida g'alaba qozongan. Ko'plab jamoalar finalga chiqadi, lekin bosim ostida yutqazadi. Bu jamoa esa aksincha, finalga chiqsa, ko'pincha sovrinni qo'lga kiritadi. Uchinchi fakt, bu jamoa so'nggi daqiqalardagi gollar bilan mashhur. Masalan, 2022-yilda yarim final o'yinida ular asosiy vaqt tugashiga bir necha daqiqa qolganida 2 gol urib, o'yinni burib yuborgan. Bu esa futbol tarixidagi eng dramatik qaytishlardan biri bo'lib qolgan. To'rtinchi fakt, bu jamoa ko'p marotaba kuchli raqiblarga qarshi to'mebak qilgan. Ular 2 to'p farqi bilan yutqazib turib ham keyingi bosqichga chiqqan. Bunday vaziyatda aksariyat jamoalar ruhiy tushkunlikka tushadi. Lekin bu jamoa aksincha, yanada kuchli o'ynay boshlaydi. Beshinchi fakt, ularning stadionidagi muhit ham hal qiluvchi rol o'ynaydi. Uy o'yinlarida muxlislar bosimi raqibga katta ta'sir qiladi. Ko'plab o'yinlarda aynan uy maydonidagi so'nggi daqiqalar gollari natijani o'zgartirgan. Oltinchi fakt, bu jamoa tajribali futbolchilarga tayanadi. Hal qiluvchi daqiqalarda aynan tajriba muhim bo'ladi. Bosim kuchayganda yosh futbolchilar xato qilishi mumkin, lekin tajribali futbolchilar sovuqqonlikni saqlab qoladi. Yettinchi fakt, ular ko'pincha o'yin davomida nazoratni yo'qotsa ham, eng muhim vaziyatda gol uradi. Bu esa mentalitet va ishonch bilan bog'liq. Sakkizinchi fakt, statistikaga qarasak, bu jamoa Chempionlar Ligasi play-off bosqichlarida eng ko'p to'mebak qilgan klub hisoblanadi. Bu esa tasodif emas, balki an'anaga aylangan. Demak, faktlar shuni ko'rsatadiki, bu jamoaning muvaffaqiyati faqat omad emas. Bu tajriba, mentalitet va g'alabaga bo'lgan ishonch natijasi. Endi esa eng muhim savolga o'tamiz. Nega bu jamoa Chempionlar Ligasida doim kuchli ko'rinadi? Buning bir nechta asosiy sabablari bor. Birinchi sabab, mentalitet. Bu jamoa hech qachon taslim bo'lmaydi. Ular o'yin tugamaguncha kurashni davom ettiradi. Hatto mag'lubiyatga yaqin turgan paytda ham futbolchilar o'ziga ishonchni yo'qotmaydi. Bu esa eng muhim omil hisoblanadi. Ikkinchi sabab, tajriba. Chempionlar Ligasi oddiy turnir emas. Bu yerda bosim juda yuqori bo'ladi. Hal qiluvchi daqiqalarda aynan tajribali futbolchilar o'z sozini aytadi. Bu jamoada esa yillar davomida katta o'yinlarda qatnashgan futbolchilar ko'p bo'lgan. Shu sababli ular bunday vaziyatlarda sovuqqonlikni saqlab qoladi. Uchinchi sabab, bosimga chidash. Ko'plab jamoalar yarim final yoki finalga chiqqanda hayajon sabab xato qiladi. Bu jamoa esa aksincha, bosim kuchaygan sari yaxshiroq o'ynaydi. To'rtinchi sabab, stadion atmosferasi. Uy maydonidagi muxlislar qo'llab-quvvatlashi futbolchilarga katta kuch beradi. Ko'p o'yinlarda aynan so'nggi daqiqalarda muxlislar energiyasi jamoani oldinga undagan. Raqib jamoa esa aksincha bosim ostida qoladi. Beshinchi sabab, taktika. Bu jamoa o'yin davomida vaziyatga qarab taktikasini o'zgartira oladi. Agar himoya qilish kerak bo'lsa, himoya qiladi. Agar hujum qilish kerak bo'lsa, birdaniga tempni oshiradi. Moslashuvchanlik ham katta ustunlik hisoblanadi.
Oltinchi sabab individual mahorat. Hal qiluvchi daqiqalarda bir futbolchi o'yinni o'zgartirib yuborishi mumkin. Bu jamoada esa har doim shunday futbolchilar bo'lgan. Ular eng qiyin paytda ham gol urib, natijani hal qiladi. Yettinchi sabab g'alaba an'anasi. Yillar davomida yutib kelgan jamoa o'ziga bo'lgan ishonchni yo'qotmaydi. Har bir yangi futbolchi ham shu mentalitetni qabul qiladi. Natijada g'alaba qilish odatga aylanadi. Sakkizinchi sabab sovuqqonlik. Eng muhim vaziyatlarda hissiyotga berilmaslik juda muhim. Bu jamoa penalti bo'lsin, qo'shimcha vaqt bo'lsin, har doim sovuqqonlikni saqlaydi. Bu esa ko'p o'yinlarda hal qiluvchi omil bo'lgan. Demak, bu jamoaning muvaffaqiyati tasodif emas. Bu mentalitet, tajriba, taktika va g'alaba an'analarining natijasidir. Endi esa umumiy xulosaga kelamiz. Biz faktlarni ko'rdik. Biz sabablarni tahlil qildik. Va bitta haqiqat asta-sekin oydinlashdi. Bu jamoaning Chempionlar Ligasidagi muvaffaqiyati tasodif emas. Bu yillar davomida shakllangan mentalitet natijasi. Bu tajriba, bosimga chidash va g'alabaga bo'lgan ishonchning natijasi. Ko'plab jamoalar chiroyli futbol o'ynaydi. Ko'plab jamoalar kuchli tarkibga ega. Lekin hamma ham hal qiluvchi daqiqalarda sovuqqonlikni saqlay olmaydi. Aynan shu jihat bu jamoani boshqalardan ajratib turadi. Ular yutqazayotgan bo'lsa ham ishonchini yo'qotmaydi. Ular oxirgi daqiqagacha kurashadi. Va ko'pincha aynan shu sababli g'alabani qo'lga kiritadi. Demak, bu jamoaning siri faqat taktika yoki individual mahoratda emas. Bu g'alaba mentalitetida. Bu oxirigacha kurash falsafasida. Shuning uchun ham Chempionlar Ligasi haqida gap ketganda, bu jamoa har doim favorit sifatida ko'riladi. Va tarix shuni ko'rsatadiki, ular bosimni yoqtiradi. Ular dramatik o'yinlarni yoqtiradi. Va eng muhimi, ular g'alaba qilishni biladi. Endi savol sizga. Bu jamoa yana Chempionlar Ligasini yuta oladimi? Yoki bu safar boshqa jamoa tarix yozadimi? Fikringizni kommentariyada yozing. Videoga like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Futbol bizni yana uchrashtiradi.